O'zbek detektiv adabiyotining yetakchi ijodkori Nuriddin Ismoilov, taniqli o'zbek detektiv yozuvchisi va jamoat arbobi. 1969-yil 20-yanvarda Samarqand viloyatining Ishtixon tumanidagi Avlotepa qishlog'ida tug'ilgan. 1991-yil 1997-yillarda Toshkent davlat universitetining jurnalistika fakultetida tahsil olgan. Mehnat faoliyati davomida turli nashrlarda ishlagan, jumladan Hurriyat gazetasida, Biznes Osiyo jurnalida, Mohiyat gazetasida. 2001-yilda esa Hordiq Plus gazetasiga asos solgan. U o'z asarlarida jinoyat, adolat, haqiqat masalalarini yoritadi. Yozuvchining ijodi o'zbek detektiv adabiyotining rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Jumladan, odamlar orasidagi odamlar, o'limga mahkum qilinganlar, milliarderga qo'yilgan tuzoq, makkorlar oilasi, muhabbat va nafrat kabi asarlari mavjud. Uning asarlari bugungi kunda kitobxonlar tomonidan qiziqish bilan mutolaa qilinmoqda.